Абдул, да, за Конституцию. Вот. Я на итальянца похож? 2006 год, да? Какое стесняется? В Москве свои услуги предлагают тысячи эскортниц, и с каждым годом среди них становится все больше мужчин, которые ориентированы далеко не на женщин. Причем один из трендов последних лет, что такими мальчиками по вызову становятся мигранты, которые больше не хотят работать курьерами или строителями. Assalomu alaykum. Hozirda Rossiyadan dahshatli va shov-shuvli tezkor xabarlar tarqadi va ana shu tarqalgan xabarlarni hozir sizlarga ko'rsatib va o'zbek tilida o'qib eshittiraman. Iltimos, kanalga bir donadan like bosib, izohlarda o'zlaringizning fikrlaringni yozib qoldiringlar va agar sizlarni Rossiyada va dunyoning har yerida yo'qolib qolgan yaqinlaring bo'lsa, mana bu raqamlarga aloqaga chiqsalaring, Telegram, WhatsApplarimiz bor. Sizlar bilan video vizita gaplashib, ana shu insonlarni rasmlarini, videolarini ijtimoiy tarmoqqa olib chiqib, birgalikda topishga harakat qilamiz. Aytib o'taman ozgina, men shaxsiy bilgan ma'lumotim va o'zimning shaxsiy fikrim. Vitaliy Milonov Rossiyada migrantlar bilan olishadigan bir deputatmi, ana shu bir siyosiy rol o'ynaydigan inson. Xosatan shu migrantlarning ortidan ochko yig'ib, migrantlarni shu ushab, ular geylik qilyapti, bezdokument ishlayapti deb Rossiyada millatchilarga yoqish uchun yoki ana shu Rossiyada obro' orttirish uchun migrantlar bilan olishib keladigan bir insonni bilaman. Kangalgi videoyimizda Rossiyadagi fohishaxonaga bu reyd qilgan edi. Hozir bu gey klubga reyd qildi. Vitaliy Milonov Rosgvardiya faollari va politsiya bilan birga Sankt-Peterburgda bir uyga kirib, u yerda yashirincha ishlayotgan fohishaxonani aniqladi. Aholi shikoyatlaridan so'ng tekshiruv o'tkazilgan. Kvartirada 2 nafar o'zbekistonlik shaxsning ayol qiyofasiga kirib, noqonuniy xizmatlar ko'rsatayotgani ma'lum bo'lgan. Ulardan biri ruxsat bilan kelgan bo'lsa, ikkinchisi noqonuniy yo'llar bilan Rossiyaga kirgani aytilmoqda. Ular hozirda vatanlariga qaytarilishga tayyorlanmoqda. Bu voqea bilan birga yana bir jihat ham muhim. Milonov avvaldan migrantlarga nisbatan keskin fikrlari bilan tanilgan siyosatchi. U bunday reydlarni ko'pincha o'zining tartib o'rnatish imiji orqali millatchilar orasida obro' oshirish uchun ham foydalanishi haqida gaplar ko'p. Shunga qaramay, u uy-joylarda xavfsizlik va tinchlikni ta'minlashni davom ettirishini aytmoqda. Rossiyaga borayotgan migrantlarning ko'pchiligi ana shu geylik bilan shug'ullanayotganligi, ana shu gey klublar bo'lsin yoki erkaklar fohishaxonalarda ishlayotganligi yoki o'zlari mana shu ijtimoiy tarmoqlarga o'zlarini reklama qilib, o'zlaridan fohisha yasab olayotganligi haqidagi ma'lumotlar va mana shunga ham izohlarda o'zlaringizning fikrlaringni yozib o'tib ketinglar va Rossiyaga ketayotgan farzandlaring va yaqinlaring bo'lsa, ulardan xabar olib turinglar. Shunday yo'llarga ham kirib ketishi mumkin. Bu ham yetmagandek, Rossiyani telekanallarida ham xuddi shu O'rta Osiyodan kelayotgan insonlar geylikka kirib ketayotganligi, erkaklar fohishalik qilayotganligi haqida ham ko'rsatuv tayyorlashdi. Rossiya telekanallaridan birida yaqinda chiqqan reportaj katta muhokamalarga sabab bo'ldi. Unda aytilishicha, ayrim migrantlar endi kuryerlik yoki qurilish kabi odatiy ishlardan voz kechib, noqonuniy tarzda intim xizmatlarni ko'rsatishga o'tmoqda. Telekanallarda ko'rsatilgan materiallarda bu hodisa alohida holatlar bo'lsa-da, uni umumiy tendensiya sifatida talqin qilinishi ko'pchilikning e'tiroziga sabab bo'ldi. Mutaxassislar ta'kidlashicha, bunday reportajlar ko'pincha migrantlar haqidagi salbiy stereotiplarni kuchaytiradi. Ayrim siyosatchilar va guruhlar esa bu mavzuni o'z auditoriyasi orasida obro' oshirish yoki keskin pozitsiyasini mustahkamlash uchun ishlatishi mumkin. Shunga qaramay, masalaning asl mohiyati noqonuniy xizmatlar, odam savdosi va ekspluatatsiya kabi real muammolarni aniqlash va oldini olish mediadagi shov-shuvlar orasida qolib ketmoqda. Rossiyada esa rasmiy ravishda LGBT harakatlari taqiqlangan. Eslatib o'tamiz, Rossiyada rasmiy ravishda LGBT harakati taqiqlangan. Adashmayotgan bo'lsam, LGBT ekstremistik ro'yxatlarga kiritilgan. Yaqinlaringdan xabardor bo'lib turinglar. Mana shunday yo'llarga kirib ketib qolmasin. В Москве свои услуги предлагают тысячи эскортниц, и с каждым годом среди них становится все больше мужчин, которые ориентированы далеко не на женщин. Причем один из трендов последних лет, что такими мальчиками по вызову становятся мигранты, которые больше не хотят работать курьерами или строителями. Есть даже специальные сауны, куда девушкам вход категорически воспрещен. Что творится за надежно охраняемыми дверями таких заведений, увидел Александр Орлов. Встречаются даже трудовые мигранты, которые вместо обычных профессий начинают продавать себя. Этого работника секс-индустрии из Средней Азии мы встретили лично. После небольшой переписки он приехал в назначенное место, однако увидел в квартире не клиента, а журналистов, задающих неудобные вопросы. Знаете, что
ЛГБТ – это уголовная статья. Уберите камеру, пожалуйста. Вы знаете об этом? Видимо, законы Российской Федерации жрец любви до конца не изучил, при этом клялся, что приехал в гости к другу. Просто приехали к другу, я правильно понимаю, да? А зачем у друга раздеваться? Нельзя, что ли, раздеваться? Бахтияр, так зовут мужчину по вызову, попытался скрыться с места преступления. В поисках защиты наткнулся на сотрудника полиции. Вот только радовался он недолго. Стражи порядка были в курсе, куда и зачем Бахтияр приехал. Почему вы приступаете к закону? Это не ваше дело. Это наше дело. Это не ваше Это дело. противозаконно. Это не ваше дело. Вечер Бахтияра закончился в отделении полиции. Если за проституцию он отделается небольшим штрафом, то вот за принадлежность к движению ЛГБТ, запрещенному в России, сумма увеличится в разы. Красотка из Узбекистана. Опа! Абдул-Багир Мадаминов, оказывается. Ну что ж такое-то, а? Ну что такое? Так, представляемся, кто Гюльчатай? Ёшкин кот, так вас же Абдул, да, зовут вас? Садись, чтоб тебя видно было. Мы сейчас едем. Так, вы-то спецприемник сразу едете, а вы в полицию на оформление. За проституцию. Вот. Ты видишь, что один. Я на итальянца похож? Зачем мне макароны на уши лезть? 2006 год, да? Какое стесняется? Не стесняться нравилось дают. У каждой проститутки всегда есть большая история. Почему она стала проституткой? Положи, телефон положи на место. Телефон положи на место. Xiva va Moskva oblastdagilar diqqatiga, agar sizlarga eng toza va ishonchli registratsiya xizmati kerak bo'lsa, mana bu ekrandagi raqamlarga murojaat qilsalaring bo'ladi.